Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan nafaqat O'zbekiston, balki barcha yoshi ulug' fuqarolarimizni, ayniqsa pensionerlarimizni tashvishga solishi mumkin bo'lgan juda muhim va afsuski og'riqli mavzu haqida gaplashamiz. Gap shundaki, 2026 yil maydan boshlab kuchga kirishi kutilayotgan ba'zi qonuniy o'zgarishlar, ya'ni nafaqa tizimida yuz berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar haqida. Bu xabarlar, rostini aytsam, ko'pchilik uchun o'ta yomon bo'lishi mumkin. Bu videoni oxirigacha ko'rish har biringiz uchun, ayniqsa yaqinlari pensioner bo'lganlar yoki yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotganlar uchun hayotiy muhimdir. Chunki bu o'zgarishlar sizning yoki yaqinlaringizning kelajakdagi moddiy ahvoliga bevosita ta'sir qiladi. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar juda ko'p odamlargacha yetib borishi kerak. Keling, avvalo qanday holat bor edi va hozir nima o'zgarmoqda, shuni tushunib olaylik. An'anaviy pensiya tizimimizda uzoq yillar davomida nafaqaning miqdori asosan ikki asosiy omilga bog'liq bo'lgan edi. Bu sizning umumiy mehnat stajingiz va sizning ish haqingiz. Mehnat staji deganda odatda ish daftarchasiga kiritilgan barcha rasmiy ish joylarida ishlagan davrlar tushunilgan. Bu nafaqat davlat korxonalaridagi ish, balki kolxozlardagi o'qituvchilik, shifokorlik kabi sohalardagi mehnat faoliyatlari ham kiradi. Hattoki ayrim hollarda norasmiy ishlagan davrlar ham. Agar guvohlar yordamida yoki boshqa hujjatlar bilan tasdiqlansa, qisman hisobga olinishi mumkin edi. O'rtacha ish haqi esa odatda oxirgi 10 yillikdagi eng yuqori daromadli 5 yildagi ish haqlarining o'rtacha ko'rsatkichi asosida hisoblangan. Bu esa ko'pchilikka, ayniqsa faol ish faoliyatining boshida kamroq maosh olgan, keyinchalik esa ko'proq maosh olgan shaxslarga foydali bo'lgan. Chunki ularning pensiya miqdori nisbatan yuqori bo'lgan. Endi esa 2006 yil maydan boshlab kuchga kirishi kutilayotgan yangi qonunchilik loyihasiga ko'ra bu qoidalar tubdan o'zgarishi rejalashtirilmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi tizimni yanada adolatli qilish va har bir fuqaroning pensiya jamg'armasiga kiritgan real hissasini pensiya miqdoriga bevosita bog'lash ekanligi aytilmoqda. Ammo bu o'zgarishlar, afsuski, ko'plab pensionerlari va pensiya yoshiga yaqinlashib qolgan insonlar uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Birinchidan, mehnat staji tushunchasiga bo'lgan yondashuv sezilarli darajada qattiqlashadi. Yangi qoidalar bo'yicha pensiya stajiga faqatgina fuqaroning ijtimoiy sug'urta badallari muntazam va to'liq to'langan rasmiy ro'yxatdan o'tgan mehnat davrlari kiritiladi. Bu degani, ilgari guvohlar yordamida yoki boshqa usullar bilan tasdiqlanadigan norasmiy ish stajlari endilikda umuman hisobga olinmasligi mumkin. Shuningdek, ish daftarchasida bo'shliqlar bo'lgan, ya'ni bir necha yil davomida hech qanday rasmiy ish joyida ishlamagan yoki chet elda norasmiy ishlagan davrlar ham pensiya stajiga kiritilmaydi yoki jiddiy cheklovlar bilan kiritiladi. Bu o'zgarishlar ayniqsa 90 yillarning murakkab davrida rasmiy ish topish imkoni bo'lmagan, bozorlarda savdo qilgan, dehqonchilik bilan shug'ullangan yoki chet elga ishlashga ketgan insonlar uchun qattiq zarba bo'ladi. Ikkinchidan, o'rtacha ish haqi hisoblash usuli ham o'zgaradi. Eski tizimda eng yaxshi 5 yillik ish haqi olingan bo'lsa, yangi tizimda bu muddati ehtimol butun mehnat faoliyati davridagi o'rtacha ish haqi asosida hisoblanishi mumkin. Bu esa agar kimdir o'z mehnat faoliyatining boshida kam maosh olgan bo'lsa yoki iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli bir necha yillar davomida past maoshli ishlarda ishlagan bo'lsa, uning umumiy o'rtacha ish haqi ko'rsatkichini sezilarli darajada pasaytiradi. Natijada hatto so'nggi yillarda yuqori maosh olgan bo'lsa ham pensiya miqdori kutilgandan ancha past bo'lishi mumkin. Uchinchidan, ba'zi manbalarga ko'ra yangi ijtimoiy bol tizimi joriy etilishi mumkin. Bu tizimda pensiya miqdori faqatgina staj va ish haqiga emas, balki fuqaroning ijtimoiy sug'urta badallarini qanchalik muntazam va qancha miqdorda to'laganiga ham bog'liq bo'ladi. Ya'ni, agar siz muntazam ravishda yuqori darajada badallar to'lab borgan bo'lsangiz, ko'proq ball yig'asiz va pensiyangiz ham shunga yarasha yuqori bo'ladi. Ammo bu ham avvalgi tizimda ishlagan va badallarning hajmi yoki to'lov tartibi hozirgidek qattiq nazorat qilinmagan yoshi katta insonlar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ular o'z aybisiz bu ballarni to'play olmaganliklari sababli pensiya miqdori kamayishiga duch kelishlari mumkin. Keling, endi bu o'zgarishlar kimlarga ayniqsa xavotir olish kerakligini va kimlarga unchalik ta'sir qilmasligini batafsil ko'rib chiqaylik. Ayniqsa
quyidagi toifadagi fuqarolarimiz xavotir olishi kerak. Birinchidan, mehnat staji uzluksiz bo'lmagan shaxslar. Bu degani, agar siz ishdan bo'shagan va keyingi ish joyiga kirishgacha bir necha yil yoki oylar davomida ishlamagan bo'lsangiz, bu bo'shliqlar endilikda pensiya stajidan chiqarib tashlanishi mumkin. Misol uchun, ayollar farzand tug'ilgandan keyin uzoq muddat uyda o'tirgan bo'lsalar, bu davrlar ilgari ba'zi hollarda hisobga olingan bo'lsa, endilikda ular to'liq hisobga olinmasligi mumkin. Bu esa ularning umumiy stajini sezilarli darajada kamaytiradi. Ikkinchidan, uzoq vaqt norasmiy sektorda ishlagan shaxslar. O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish bosqichlarida, ayniqsa o'quv yillarida va 2000 yillarning boshlarida juda ko'p fuqarolarimiz rasmiy ish joylarida ishlash imkoniga ega bo'lmay, bozorlarda savdo qilish, taksichilik, xususiy ustachilik yoki uy-joy qurilishida qora mehnat bilan shug'ullanishga majbur bo'lishgan. Bu davrlarda ijtimoiy sug'urta badallari muntazam to'lanmaganligi sababli endilikda bu yillar pensiya stajiga kirmaydi. Bu esa ularning pensiya yoshi kelganida staj yetishmovchiligi tufayli nafaqa olish imkoniyatini umuman yo'qotishi yoki minimal pensiya olishiga olib kelishi mumkin. Uchinchidan, chet elda norasmiy ishlagan fuqarolar. So'nggi yillarda minglab yurtdoshlarimiz chet elga ishlash uchun ketishdi. Ularning aksariyati rasmiy mehnat shartnomalari tuzmagan yoki O'zbekistonning pensiya tizimiga badallar to'lamagan. Agar ular bu davrlar uchun o'zimizning pensiya jamg'armasiga hissa qo'shmagan bo'lsalar, bu yillar ham ularning pensiya stajiga kiritilmaydi. Bu esa ularning vataniga qaytganlarida, pensiya yoshiga yetganlarida juda kam pensiya olishlariga yoki umuman olmasliklariga sabab bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, pensiya yoshiga yaqinlashgan, ammo ish faoliyatida rasmiy hujjatlarida bo'shliqlar mavjud bo'lgan insonlar. Agar siz pensiyaga chiqishga 3-5 yil qolgan bo'lsa va ish daftarchangizda yoki elektron mehnat daftarchangizda ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, hozirdanoq tashvishlanishingiz kerak. Chunki bu bo'shliqlarni to'ldirish yoki tasdiqlash uchun vaqt va kuch talab qilinadi. Kimlarga bu o'zgarishlar unchalik ta'sir qilmaydi? Asosan uzluksiz, to'liq rasmiy ish stajiga ega bo'lgan fuqarolarimiz. Bu toifaga davlat muassasalarida, yirik korxonalarda, banklarda, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimida uzoq yillar davomida rasmiy mehnat shartnomalari asosida ishlagan. Ish haqidan ijtimoiy to'lovlar muntazam va to'liq to'lab borilgan shaxslar kiradi. Ularning mehnat staji to'liq rasmiylashtirilganligi va daromadlari ham doimiy hisobga olinganligi sababli pensiya hisob kitoblarida katta o'zgarishlar sezilmaydi. Ehtimol, o'rtacha ish haqi hisoblash usulining o'zgarishi ularning umumiy pensiya miqdoriga biroz ta'sir qilishi mumkin, ammo bu ta'sir boshqalarga nisbatan ancha kam bo'ladi. Endi esa ushbu o'zgarishlarning amaliy ta'sirini aniq misollar orqali ko'rib chiqaylik. Misol Big Oysha Aya 1965 yilda tug'ilgan. Uning hayot yo'li ko'plab o'zbek ayollari singari murakkab kechgan. Oysha Aya 20 yoshidan boshlab 40 yoshigacha, ya'ni 20 yil davomida mahalliy to'qimachilik fabrikasida rasman ishlagan. Bu davrda uning ish staji to'liq rasmiylashtirilgan va barcha ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilgan. Keyin 40 yoshida 4-farzandi dunyoga kelgach, u 10 yil davomida uy bekasi bo'lib, farzand tarbiyasi bilan shug'ullangan. Bu davrda u rasmiy ish joyiga ega bo'lmagan. 20 yoshidan boshlab esa oilaning moddiy ahvolini yaxshilash maqsadida bozorda kichik savdo ishlari bilan shug'ullangan. Bu ish taxminan 10 yil davom etgan. Ammo u doim ham rasmiy ro'yxatdan o'tmagan va ijtimoiy sug'urta badallari to'lamagan. Eski pensiya tizimida Oysha Ayaning 20 yillik rasmiy staji va ba'zi hollarda guvohlar orqali tasdiqlangan bozor ishi ham hisobga olinib, u nisbatan yaxshi pensiya kutishi mumkin edi. Agar u eski tizim bo'yicha irpan yaqin million so'm pensiya olishni kutgan bo'lsa, yangi qoidalar joriy etilgandan so'ng uning faqatgina 2 yillik rasmiy staji hisobga olinadi. 10 yillik uy bekasi davri va 10 yillik norasmiy bozordagi ishi pensiya stajiga kiritilmaydi. Natijada uning hisoblangan pensiya miqdori kutilgandan ancha kamayib, taxminan 2 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu uning oilasining moddiy ahvoliga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Misol 2. Akbar aka 1906 yilda tug'ilgan. Uning mehnat faoliyati 35 yilni tashkil etadi. Bu davrning barchasida u davlat tasarrufidagi qurilish tashkilotida rasmiy ishlagan. Dastlabki 20 yil davomida u oddiy ishchi bo'lib, ish haqi o'rtacha darajada bo'lgan. Keyingi 15 yil davomida esa u usta sifatida faoliyat yuritgan va ish haqi sezilarli darajada oshgan. Ammo uning oxirgi 10 yillikdagi ish haqi
avvalgi davrlarga nisbatan biroz kamroq bo'lgan. Chunki yoshi ulg'ayib, jismoniy mehnat unga qiyinlik tug'dirgan va u yengilroq, ammo kamroq maoshli ishlarga o'tishga majbur bo'lgan. Eski pensiya tizimida aq barakaning pensiyasi eng yuqori daromadli 5 yillik ish haqi asosida hisoblanardi. Bu esa unga masalan 2-5 million so'm pensiya olish imkonini berardi. Yangi tizimga ko'ra esa uning pensiyasi butun 35 yillik mehnat faoliyati davridagi o'rtacha ish haqi asosida hisoblanadi. Bu degani dastlabki kam maoshli yillar va oxirgi biroz pasaygan daromadli yillar umumiy o'rtachani pasaytiradi. Natijada uning pensiya miqdori kutilgan 2-1 million so'mdan 2 million so'mga tushishi mumkin. Bu ham uning uchun sezilarli moliyaviy yo'qotish hisoblanadi. Misol uchun, Lola opa 1962 yilda tug'ilgan. U 3 yil davomida yirik davlat korxonasida muhandis sifatida uzluksiz ishlagan. Uning butun mehnat faoliyati rasmiy ravishda hujjatlashtirilgan. Ish haqi doimiy ravishda yuqori bo'lgan va ish beruvchi uning uchun ijtimoiy sug'urta badallarini muntazam va to'liq to'lab kelgan. Lola opaning ahvolida yangi o'zgarishlar deyarli sezilmaydi. Chunki uning barcha mehnat staji rasmiy, uzluksiz va pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida to'liq aks ettirilgan. Uning daromadlari ham doimiy va yuqori bo'lgan. Shu sababli hatto o'rtacha ish haqi hisoblash usuli o'zgarsa ham uning umumiy pensiya miqdoriga katta ta'sir ko'rsatmaydi. U masalan 2 million so'm pensiya olayotgan bo'lsa, yangi tizimda ham uning pensiyasi shu atrofda qoladi. Bu misol tizimli va rasmiy ishlagan fuqarolarga bu o'zgarishlar kam ta'sir qilishini ko'rsatadi. Ko'rib turganingizdek, bu o'zgarishlar har bir insonning hayot yo'liga va mehnat faoliyatiga qarab turlicha ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bu ma'lumotlarni diqqat bilan o'rganib chiqish va hozirdanoq choralar ko'rish juda muhimdir. Endi esa ushbu yangi qoidardagi istisnolar, e'tiborga olish lozim bo'lgan nozik jihatlar va yashirin tuzoqlar haqida gaplashamiz. Bu siz uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Istisnolar ba'zi toifadagi fuqarolarimiz uchun vaqtga qarshi eski imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu ham yangi shartlar bilan bog'liq bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etganlar kabi imtiyozli toifalar uchun maxsus pensiya ta'minoti qoidalari joriy etilishi mumkin. Biroq bu imtiyozlar ham qayta ko'rib chiqilib, ularni olish uchun qo'shimcha shartlar yoki qat'iyroq mezonlar belgilanishi mumkin. Bu toifadagi fuqarolarimiz o'zlariga tegishli qonun hujjatlarini diqqat bilan o'rganib chiqishlari shart. Harbiy xizmat davrlari va oliy ta'lim muassasalarida o'qish davrlari. Bu davrlar ilgari pensiya stajiga kiritilgan. Yangi tizimda ham bu davrlar hisobga olinishi mumkin. Ammo ularni pensiya staji qo'yish uchun boshqacha konversiya koeffitsientlari yoki qoidalar qo'llanilishi mumkin. Masalan, harbiy xizmatning har bir yili oldin ilk 5 yil sifatida hisoblangan bo'lsa, endi u ilk bir nisbatda hisoblanishi mumkin. Yoki oliy ta'limda o'qish muddati faqat ma'lum bir maksimal muddatgacha hisoblanishi mumkin. Masalan, 5 yil emas, balki 30 yil. Ayollar uchun tug'ruq ta'tili. Ilgari ayollar farzand tug'ilgandan keyin uyda o'tirgan davrlarning ma'lum qismi pensiya stajiga kiritilgan. Yangi qoidalar bo'yicha bu davrlar uchun ham cheklovlar joriy etilishi mumkin. Masalan, har bir farzand uchun 3 yilgacha bo'lgan muddat stajiga hisoblanishi, ammo umumiy hisobda 6 yildan oshmasligi belgilanishi mumkin. Bu esa ko'p farzandli onalar uchun pensiya stajini sezilarli darajada kamaytiradi. Yashirin tuzoqlar va e'tiborga molik nozik jihatlar, hujjatlar bilan bog'liq muammolar. Eng katta tuzoqlardan biri bu hujjatlar masalasi. Ko'plab yoshi ulug' fuqarolarimiz, ayniqsa qishloq joylarda yashovchilar, o'zlarining uzoq o'tmishdagi mehnat faoliyatlari to'g'risidagi barcha hujjatlarni saqlab qolmagan bo'lishlari mumkin. Masalan, eski kolxozlarning arxivlari yo'qolgan, ba'zi ish daftarchalariga yozuvlar tartibsiz kiritilgan yoki tamg'alar o'chib ketgan bo'lishi mumkin. Norasmiy ishlagan davrlar uchun esa umuman hujjat bo'lmasligi tabiiy. Yangi tizimda har bir rasmiy ish yili va to'langan badallar tasdig'i talab qilingani sababli bu hujjatlardagi bo'shliqlar yoki noto'g'riliklar juda katta muammolarga olib keladi. Hujjatlarni tiklash esa uzoq va qiyin jarayon bo'lib, buning uchun vaqt kerak bo'ladi. Axborotning yetarli emasligi. Ko'plab pensionerlarimiz va pensiya yoshiga yaqinlashgan insonlar bu kutilayotgan o'zgarishlar haqida yetarli ma'lumotga ega emaslar. Bu esa ularni o'z huquqlarini himoya qilish yoki tegishli choralar ko'rish imkoniyatidan mahrum qiladi. Vaqt tez o'tmoqda va 2026 yil 1 maygacha qolgan muddat tobora qisqarmoqda.
raqamli tafovut. Yangi pensiya tizimi tobora ko'proq elektron ma'lumotlar bazalariga va raqamli hujjatlarga asoslanishi kutilmoqda. Ko'plab yosh katta insonlarimizda esa kompyuter yoki internetdan foydalanish ko'nikmalari yetarli emas. Bu ularning o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarini tekshirish, pensiya jamg'armasi bilan onlayn aloqaga chiqish yoki kerakli ma'lumotlarni elektron shaklda olish imkoniyatidan mahrum qilishi mumkin. Bu raqamli tafovut ularning huquqlaridan to'liq foydalanishlariga to'siq bo'ladi. Pensiya tizimidagi adolat tushunchasining o'zgarishi. Yangi tizimning maqsadi har bir fuqaroning kiritgan hissasi va oladigan nafaqasi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni yaratish, ya'ni tizimni yanada adolatli qilish ekanligi aytilmoqda. Biroq bu tushuncha faqatgina bugungi kun nuqtai nazaridan to'g'ri bo'lishi mumkin. O'tmishdagi iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlar, ayniqsa mustaqillikning dastlabki yillarida ko'pchilikning rasmiy ishlash imkoniyatini cheklagan. Ko'pchilikning norasmiy ishlashi yoki mehnat daftarchasida bo'shliqlar bo'lishi ko'pincha ularning aybi bilan emas, balki o'sha davrdagi mavjud sharoitlar tufayli yuzaga kelgan. Yangi adolatli tizim esa o'tmishdagi bu qiyinchiliklarni inobatga olmasligi mumkin va bu esa ko'plab insonlar uchun adolatsizlik kabi tuyulishi tabiiy. İjtimoiy ball tizimning nozik jihatlari. Agar bu tizim joriy etilsa, unda ballarni hisoblash qoidalari qanday bo'ladi? Qanday harakatlar ballarni oshiradi va nimalar kamaytiradi? Ehtimol ijtimoiy sug'urta badallarini muntazam, uzluksiz va yuqori miqdorda to'lash asosiy omil bo'ladi. Bu esa yoshi kattaroq avlod vakillariga ular ishlayotgan davrda bunday tizim mavjud bo'lmagani sababli salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki ularning o'tmishdagi hissalari yangi bol tizimining mezonlariga mos kelmasligi ehtimoli bor. Kelajak avlodlarga ta'sir. Garchi bu o'zgarishlar hozirgi va yaqin kelajakdagi pensionerlarga bevosita ta'sir qilsa-da, ular kelajak avlodlar uchun ham muhim bir presedent yaratadi. Endi yoshlar rasmiy ishga joylashishga, ijtimoiy to'lovlarni muntazam to'lashga va o'z mehnat faoliyatini to'liq rasmiylashtirishga ko'proq e'tibor berishlari kerak bo'ladi. Bu uzoq muddatda tizimning barqarorligini ta'minlashga yordam berishi mumkin. Ammo o'tmishdagi xatolar uchun bugungi yoshi ulug' avlod to'lashi adolatdan emas. Xo'sh, vaziyat shunday ekan, nima qilish kerak? Qanday qadamlar qo'yishingiz lozim? Bu savollarga aniq javoblar beraman. Birinchi va eng muhim qadam, hozirgi mehnat stajingizni va ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni to'liq tekshiruvdan o'tkazing. Buning uchun siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizga mehnat stajingiz haqidagi ma'lumotlarni, qaysi davrlar pensiya stajiga kiritilganligini va sizning ism familiyangizda to'plangan ish haqi va ijtimoiy badallar haqidagi ma'lumotlarni taqdim etishlari kerak. Barcha ma'lumotlar to'g'ri kiritilganligiga va sizning rasmiy ishlagan davrlaringizda to'lovlar to'langanligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir xatolik yoki bo'shliqlar bo'lsa, ularni hozirdanoq aniqlash va bartaraf etishga harakat qiling. Ikkinchi qadam, barcha mehnat stajini tasdiqlovchi hujjatlaringizni tartibga soling va to'liq tekshiring. Bu sizning ish daftarchangiz, oliy ta'lim muassasasi diplomlaringiz, harbiy biletingiz, tug'ruq guvohnomalaringiz, ayollar uchun nikoh guvohnomangiz, agar familiya o'zgargan bo'lsa va boshqa tegishli hujjatlarni o'z ichiga oladi. Agar biron bir hujjat yo'qolgan bo'lsa, masalan, ish daftarchangiz yoki uning ayrim sahifalari yoki undagi yozuvlar aniq bo'lmasa, uni tiklash yoki tegishli ma'lumotnomalarni olish uchun arxivlarga. Ish beruvchilarga agar korxona hali faol bo'lsa, murojaat qiling. Bu jarayon vaqt talab qiladi. Shuning uchun bunga hozirdanoq kirishingiz shart. Misol uchun, sobiq kolxozlarda ishlagan bo'lsangiz, o'sha joydagi arxivlar yoki tuman arxivlardan ma'lumotnomalar olishga harakat qiling. Har bir kun muhim. 2026 yil tezda yetib keladi. 3-qadam, rasmiy maslahat oling. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki yagona darcha markazlariga shaxsan borib, o'z holatingiz bo'yicha batafsil maslahat olishga harakat qiling. U yerdagi mutaxassislardan yangi qonunchilik loyihasining sizning holatingizga qanday ta'sir qilishini, qaysi hujjatlar yangi tizimda qanday baholanishini va qanday hujjatlarni to'plashingiz kerakligini aniqlang. Savollaringizni aniq va tushunarli qilib berishdan tortinmang. Agar bir joydan qoniqarli javob olmasangiz, boshqa mutaxassisga murojaat qiling. 4-qadam, elektron tizimlardan faol foydalaning. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, elektron hukumat portali My.Gov.uz
orqali o'z shaxsiy kabinetingizga kiring va u yerda mavjud bo'lgan barcha ma'lumotlarni, jumladan mehnat staji va to'langan badallar haqidagi axborotni tekshiring. Bugungi kunda ko'plab ma'lumotlar raqamlashtirilgan va onlayn tarzda mavjud. Agar internetdan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, yosh avlod vakillaridan, farzandlaringizdan yoki nabiralaringizdan yordam so'rang. Bu ma'lumotlar juda muhim va ular orqali sizning stajingizdagi bo'shliqlarni aniqlash mumkin. 5-qadam. Alohida holatlar uchun maxsus yechimlar izlang. Agar sizda norasmiy ish staji yoki hujjatlarda jiddiy bo'shliqlar bo'lsa, bu davrlarni qonuniy yo'l bilan tasdiqlash imkoniyatlarini o'rganing. Ba'zida agar pensiya jamg'armasi mutaxassislari yordam bera olmasa, sud orqali guvohlar yordamida mehnat stajini tasdiqlash mumkin. Bu murakkab va uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, huquqshunos maslahati talab qilishi mumkin. Lekin ba'zida bu yagona yo'l bo'lishi mumkin. Shuningdek, ma'lum davrlarda rasmiy ish joyida ishlamang. Lekin shaxsiy yordamchi xo'jalikda band bo'lganlar uchun ham ma'lum imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu borada ham pensiya jamg'armasidan aniqlik kiritish lozim. 6-qadam. Agar hali ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq to'laydiganiga ishonch hosil qiling. Sizning ish haqingizdan pensiya jamg'armasiga amalga oshiriladigan to'lovlar miqdori va muntazamligi kelajakdagi pensiyangizga bevosita ta'sir qiladi. Agar ish beruvchi bu to'lovlarni to'lamasa, sizning stajingizga zaruriy ballar yig'ilmaydi va bu pensiya miqdorining kamayishiga olib keladi. Ish beruvchingizdan har oyda pensiya jamg'armasiga to'langan badallar haqida ma'lumotnoma talab qilishga haqqingiz bor. Xulosa qilib aytganda, 2026 yil 20 oydan kuchga kirishi kutilayotgan bu o'zgarishlar ko'plab pensionerlarimiz uchun jiddiy sinov bo'lishi mumkin. Bu o'zgarishlar pensiya tizimini zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish, uni yanada shaffof va adolatli qilish maqsadida amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, o'tmishdagi mehnat faoliyatining o'ziga xos sharoitlarni inobatga olmasligi, ayniqsa keksa avlod vakillariga og'irlik qilishi mumkin. Lekin muddat hali bor. Eng asosiysi bu o'zgarishlardan xabardor bo'lish va hozirdanoq tegishli qoralarni ko'rishdir. Vaqtni boy bermang, hujjatlaringizni tartibga soling, maslahat oling va o'zingizning huquqlaringizni himoya qilishga harakat qiling. Bu videoda berilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va bu boradagi tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'lishi mumkin. Chunki sizning tajribangiz kimningdir muammosini hal qilishda yordam berishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz doimo siz uchun eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling va o'zingizni asrang.